Musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz ro'za Ramazon oyida sizlarga murojaat qilmoqda. Surxondaryo viloyati Denov tumanidan. Bugun ertalab bir obunachilarimiz telefon qilib, akajon iltimos shu videoni qo'yib bering. Juda zarur ekan, mablag' yetmay turibdi, dedi. Kasal o'zlari hozir Tojikistondan ekan. Hindistondan doktorlar kelar ekan, meni eshitgan gapim jigarlar. Lekin videoni tashlab berdi. Videolarni ko'rdim, haqiqatan ham mablag'ga muhtoj akamiz. Videoni ko'rib boringizlar, gapni ko'p aytirmayman. Haqiqiy ehson qilaman. Balki joyiga yetib borsin deysalaringiz, mana shu videoga e'tiboringizni albatta qarating, ko'ring. Ekrandagi nomerlarga o'zlarining nomeri, o'zlarining kartalari 1 so'm bo'ladimi, 1000 so'm bo'ladimi, qo'llaringizdan kelgancha maksimal darajaga yordam qiling. Ro'za Ramazon oyida albatta savobiga qolasiz. Hammaga omad tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.